Nega A2 darajadan keyin ko'p o'quvchilar nemis tilini o'rganishda to'xtab qolishadi yoki voz kechishadi? Til darajasi keskin murakkablashadi. A1, A2 umumiy hayotiy og'zaki nutqlar haqida. B1 esa mustaqil fikrlash, uzundan-uzun jumlalar, grammatik konstruksiyalar. Bu sakrash ko'pchilikni qo'rqitadi. Gapira olmayapman degan tuyg'u kuchayadi. A2 darajaga kelib o'quvchi ko'proq so'z biladi, ammo gapirish hali ravon emas. Bu esa ko'p o'qiyapman, lekin gapira olmayapman degan ayblov paydo bo'ladi. Grammatik qoidalarning ko'pligi B1 bosqichida perfekt, preteritum, suplis, infinitiv, nebuzaslar va boshqalar yaxshi tushuntirilmasa, o'quvchi tilni o'rganishdan to'xtab qoladi. Juda tez natija kutishadi. A1, A2 ga o'tish tezroq, B1 dan keyin o'sish sezilarli sekinlashadi. O'quvchi esa nega oldingidek tez o'smayapman deb o'ylab umidsizlanadi. O'qituvchi tomonidan nazorat bo'lmasa, B1 darajalarida feedback bo'lmasa, talaffuz tuzatilmasa, o'quvchi darajasida hech qanday o'sish bo'lmaydi. Siz shu muammolardan qutulmoqchimisiz? Unda 20 yanvarda start beriladigan Moin Hamburg Tour intensiv kursda sizni kutib qolaman.